Xo'p, hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Chorvayim olami kanalining ashaddiy obunachilariga, YouTube chorva ishqibozlariga. Xo'p, akalar, opalar, ukalar, singillar, bugungi sanamiz 26-mart, ya'ni haftaning chorshanba kuni 2025-yil. Xudo xolasa inshaalloh bugun sizlar bilan yana Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida ochilgan juda chiroyli yamadagi siloslarimiz haqida gaplashamiz xudo xolasa. Ma'lumotlar berishimizdan oldin iltimos qadrdonlar, kanalimiz yangi, kanalimiz rivoji uchun iltimos bir dona podpiska tugmasini follow tugmasini bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalar inshaalloh har bir biz joylagan videolarimiz sizlarga birinchi bo'lib yetib borishga sababchi bo'lib qoladi. Xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, qadrdonlar, boshladik. Bu yamamiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida joylashgan. Komuna Qurtob, ya'ni Andijondan Yozyovon Kalsovoyga kelib turib, Yozyovon Kalsovoydan Qo'qon tomonga yurishda katta Qurtob bozor bor. Bozordan o'tishingizga o'ng qo'lda joylashgan yo'lda bo'yida katta dollik, yaguar kombaynda bo'lgan juda chiroyli yamalarimiz bor. Xo'p, silos haqida ma'lumot bersak, akalar, silosimiz yaguar kombaynda o'rilgan 100% dollik, quruq, nami yo'q, qora qurasi yo'q, suvi yo'q, xudo xolasa juda chiroyli siloslarimiz akalar. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, mana akalarimizga xudo xolasa 400 dan chiroyli qilib yuklattirgizib, chiqartirgizib yuboryapmiz. Siloslarimiz juda chiroyli, o'rimi ham, holati ham xudo xolasa, dollari ham juda ser dolli akalar, ukalar, opalar, singillar. Mana o'zlarining ko'zlaring bilan ko'rishlaring mumkin. Xo'p, dastavkamiz mavjud. Qanday u? Kelishilgan holda vohaga ham, vodiyga ham kelishamiz. Yo mashinalarni qo'ysa chiqartirib beramiz, yoki-da o'zimiz arzon mashinalar topib beramiz qadrdonlar. Bu silosimiz 300 tonnadan ziyodroq bosilgan, xudo xolasa trambovkalar ham juda chiroyli bosilgan. Trambovka ya'ni qanday? Qancha kuchli bosilsa, shuncha holatda siloslarimiz juda chiroyli turadi qadrdonlar. Mana silosimizni manzili yo'lda bo'yida holati akalar, ukalar, opalar, singillar mana. Andijon tomonidan kelganda Yozyovon Kalsovoydan o'tib 10 kilometr o'tgandan keyin Qurtob yonida, mana katta asfaltni bo'yida. Xudo xolasa bemalol tashrif buyuraverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, qadrdonlar, hammani qiziqtirayotgan savol, ya'ni narx-navosi. Narx-navosi keladigan bo'lsak, qadrdonlar, 20 ming so'm qilib beramiz. Bu skidkalar bor. Qanday? Chorvayim olamidan telefon qilyapman desa, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha inshaalloh chegirmalar qilib beramiz. Siloslarimizni o'zlaring ko'zlaring bilan yana e'tibor bilan, diqqat bilan ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa juda chiroyli. Inshaalloh molga berasizlarmi, qo'yga berasizlarmi, sigirga berasizlarmi, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Sap-sariq o'rimi ham, holati ham, dollari ham juda normal holatda. Zarurat bo'lsa, bemalol shu ekranda turgan telefon raqamlariga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Xudo xolasa to'lov usulimiz akalar, opalar, kilik yoki-da naqd pul. Masofadan turib shu raqamimiz bor, unga jo'natib yuborsalar ham bo'ladi, yoki-da naqd pulga kelib savdo qilsalar ham bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, qadrdonlar, yana bir gap. U bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida joylashgan bo'lsa, bizga qarama-qarshi, ya'ni Davon bag'ida joylashgan voha viloyatidagi viloyat tumandagi qadrdon aka-ukalarimiz so'rab olishyapti. Qadrdonlar, bizda shunaqangi sharoitki, u Termizdan bo'lasizlarmi, Navoiydan bo'lasizlarmi, Jizzaxdan bo'lasizlarmi, eng kamida bitta Isuzu olsalaring, xudo xolasa inshaalloh sizlarga chiroyli qilib chiqartirgizib beramiz. Masofadan turib ham telefon orqali ish bitirsalar ham bo'ladi. Bemalol telefon qilib, tortinmasdan aloqaga chiqib, shunaqa silos zaril deb kelishsak, xudo xolasa sizlarga chiqartirgizib beramiz. Xo'p, akalar, ukalar, opalar, singillar, videomiz keng tarqalishi uchun sizlardan bir dona shu podpiska bossalaring, yana sizlar singari yuzlab insonlar ko'rishiga sababchi bo'lib qolasizlar inshaalloh. Xudo xolasa sizlar bilan Chorvayim olami kanalining admini bo'ldi. Xudo xolasa hammalaring salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammalaring chorvalaringga, ishlaringga Alloh rivojini bersin. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Muhammad Rizo bo'ldi. Keyin akalar, yana bir gap. Bu videoni 25-mart kuni olganmiz. 26-mart kuni YouTube platformasiga joylayapmiz. Shu sababli zakotovkasi yo'q ekan degan xayollar bo'lib qolmasin. Xudo xolasa kecha bugunni o'zida odamlarimiz, ishchilarimiz sonini ko'paytirib, xudo xolasa
1 fura, 1,5 furaga zagotovka tayyor qilib qo'yganmiz. Tortinmasdan telefon qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalaringni ishlariga Alloh baraka bersin.